o'zbek yigitlari joy namozini olib, namoz vaqti kelsa borib ibodatini qilar ekan. Bir komandir bilib yurar ekan o'zbek yigit namoz o'qib yurishini. Har xil askarlar bilan do'st edi. Dinda do'stlashuv bor. Gruzin, arman, rus, moldovan, ukrain, belaruslar bilan xizmat qiladi. Namoz vaqti kelsa yo'q bo'lib qoladi, borib namozini o'qib kelib turaveradi. Juda odobli o'zbek yigiti. Komandir bilar ekanda bir kuni kalaka qilmoqchi bo'ldi. Qo'liga kalit berib o'zbek yigitni bor, ana mashinani debdi. Minib ana yoqqa borib qo'yasan debdi. O'zbek yigiti mashina haydashni bilmas ekan. O'rtoq komandir, men mashina haydashni bilmayman. Desa sen namoz o'qiysan-ku, Alloh bilan gaplashasan, yo'q bo'lib qolasan. Alloh bilan gaplashasan-ku. Alloh senga kuch-quvvat beradi. Mashinani haydab ketaverasan. Hammalari kulib jilmayib turishibdi. O'zbek yigit ham kalitni olib qo'liga mashina tomonga sekin yuribdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Robbil alamin. Shuncha g'ayri dillarning ichida meni sharmanda qilmagin Alloh. deb eshikni ochib, kalitni sekin mashinani burniga suqib burab turib Subhanallohillazi sahara lana haza ma kunna lahu muqrinin va inna robbina lamunqalibun la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim desa mashina o'tolib sekin yurib ketibdi. Alhamdulillah, alhamdulillah, olib borib aytgan joyiga qo'yibdi mashinani. Kalitni sug'urib, xursand bo'lib eshikni yopib komandirning yoniga kelsa, komandiri yig'layotgan emish. Nima bo'ldi? Desa, komandir yur bu yoqqa debdi. Yonidagi askar soldatlar bilan birga kelib mashinani kapotini og'zini ochsa motor yo'q emish. Ana shu ibodatni qilishni o'rgatgan kim? Otalarimiz, onalarimiz.